Mani oilam borligi, turmush o'rtog'im borligi, farzandlarim borligi, turmush o'rtog'imning g'ururini, or-nomusini yelkamda ko'tarib yurganim mani esimda. Siz esingizda bo'lmasa ham. Yaxshi ayol bo'lishga harakat qildim. Yaxshi ona bo'lishga harakat qildim. Yaxshi kelin bo'lishga harakat qildim. Lekin siz uchun yaxshi juft halol bo'la olmadim. Chunki menda oldindagi chiroy yo'q. Siz xohlagan narsalarni men bera olmayapman. Hammasidan xabarim bor. Men hammasini bilaman. Men ko'rib bo'ldim hammasini. Hamma SMSlarni siz kim bilan ketdingiz tog'ga? Tog'da borib nimalar qildingiz? 3 kunlab kim bilan qoldingiz? Biznes partnyorlaringiz kim? Kim bilan toqqa chiqib keldingiz? Kim bilan 3 kunlab qolib ketdingiz? Hammasidan xabarim bor. Firuz, men senga haligi shart emas menga tushuntirishingiz. Ozgina vijdonan o'ylang. Nimaga o'zgarib qoldimmi? Mana shunga o'zgarib qoldim. Ertalab telefonda gaplashdim. Balki eshitgandirsiz. Opam kelishlari kerak edi. Opajonim bilan gaplashdim. Necha oy deganda kelibdilar. Lekin siz meni xuddi o'zingiz kabi ko'rdingiz. Qaysi xayol bilan o'zingizni ayolingizga shunaqa gumonga bordingiz? kechir, iltimos bo'libdi. Boshqa qaytarilmaydi bunaqa narsa. Men ahmoqlik qilib qo'ydim. Xullas, va'da beraman, to'g'ri yo'lda yuraman, boshqa bunaqa qilmayman. Hozir bilasan, o'zim qo'rqib ketdim, to'g'risini aytaman. Xiyonat nimaligini endi tushunib yetdim. Sen xiyonat qilmagan bo'lsang ham haligi haqiqatan qo'rqib ketdim-da, men tushunib yetdim mendan. Meni kechir, iltimos, ma'lum. Alloh kechirsin. Men kechirib bo'lganman. Shunaqa ishlar qilmayman, Firuz, bo'ldi. Va'da beraman, yig'ishtiraman hammasini. Meni kechir, bo'ptimi? Namoz o'qib oling. Men o'chirib tashlayman mashina. Gulday ayoling bo'lib turib ko'chadagi keraksiz odamlarni deb uydagi farishta ayolimni unutib qo'ydimmi? Alloh o'zing kechir. Endi qadamimni o'ylab bosaman. Haromga yaqin yurmayman.